Yarmuhammed Tahir Tuğluq Uyghur milletinin fəxrlik oğlanı, hazırkı zaman Uyghur felsefesi tədqiqatçısı Yarmuhammed Tahir Tuğluq 1958 yılı 12 ayının 23 günü hazırkı Astana atışının Şoruq kentide tuğulgan. 1983 yılı atalmış Şinjan Üniversiteti Edebiyat Fakültetini bitirip ta ki 1997 yılgacha Qashqar Pedagogika İnstitutida o'qituvchilik qilgan. Bu jarayonda 1990 yılı 5 apreldeki Barin inqilobi ve 1997 yılı 5 fevraldaki G'ulji namoyishida g'olliq rol o'ynagan ba'zi qalam kurashchilarining uning qo'lida tarbiyalanganligi o'ttirg'i chiqarilgandan keyin 1997 yılı yazda maktabning rahbarlari tarafidan o'quvchilarga millatchilik, milliy bo'lginchilik ideyasini singdirdi degan ayblashga uchrab, xizmatdan to'xtatib tekshirilgan. Bu sharoitda u xizmatidan istifa berib, erkin tadqiqot bilan shug'ullangan. U hayotining oxirigacha o'g'lim oldinga qara, Uyg'urlarda farzand tarbiyasi, qoida yo'sinlar, hayot va muvaffaqiyat, hayot bosog'isida ve boğam şundak ögetken namlık jürüşlük kitapları bulup felsefeviliki yukarı bolgan 20 parçadan artık bütün el cemaatke tonuşluk nopozluk kitapları ba. Bolup mu merhumnun kutadğı bilik şunaslıktaki töhpisini alaydı tılgı ilişki doğru kilidu. O yine kutadğı bilikni romanlaştırıp işlep çıkıp keng Uygur okurmenlerine sungan idi. Yarmuhammed Tahir Tuğluq efendinin hayatıdan xabardar kişilerinin bahalarına qaraganda merhumның jigar raki kesili bilen ağırğanlığı davalanish üçün bir qancha 100 ming yuan Xitoy puli ketadiganligi haqidagi xabar jamiyatga tarqalgandan keyin uni biladigan sodiq o'qirmanlari uni hurmat qiladigan Uyg'ur jamoati orasida uning davolanishiga atab iyoni to'plash fikri bo'lgan. Ama merhum özünün iyanı qabul qilmaydiganligini davolanish to'g'ri kelsa faqat emgak meyvelerinin haqqiga davolanadiganligini aytib deb rad qilgan ekan. Uni so'ydigan keng xalq merhumning bu arzusiga mos holda uning kitoblarini setish faoliyati uyushtirgan. Ama bu mu Xitoy doiralarining to'sqinligiga uchrab to'xtatilgan. Yarmuhammed Tahir Tuğluqning Qutadğı bilik tədqiqatı sahəsində qo'lga keltirgan natijalari va uning ijtimoiy axloqiy masalalarga beg'ishlagan asarlari, jumladan uning Uyg'ur milliy ruhi, Uyg'ur tili va Uyg'ur milliy madaniyatini taraqqiy qildirish qarashlari, Uyg'ur ziyolilari va jamoatining yuqori hurmatiga erishgan. Merhumning izbosarlaridan tarqalgan uchurlarga qaraganda merhum Yarmuhammed Tahir Tuğluq 2000 yıllarının başlarından başlapla jigar raki kesiliga giribtar bolgan bolup resmi bayqalganda kesellik ahvali xeyli yamanlashib ketgan edi. Shunda qilib 2011 yılı yazdan buyan Xotanda Uyg'ur tibabiti bo'yicha davolanayotgan Yarmuhammed Tahir Tuğluq efendi 2012 yılı 10 iyun günü 53 yaşında bu dünyadan vidalashgan. Onun vafatı bütün Uygurlar üçün, cümleden barlık Uygur kalemkeşleri üçün, Uygur edebiyat tədqiqat sahəsi üçün çoğun bir yoxtuş. Uygur tor betlərdə onun vafatığı atab, məxsus əslime ve mərsiyələr ilan qılınğandan sırt, yani onun hayat çığıda uçurğan azap okubetleri ve uvalçılıkları kişilerde gulgula hem çoğun təsir qozğan idi. Merhum Yarmuhammed Tahir Tuğluq mыңлыған Uyghur farzandlarining qalbiga qahramon ajdodlari, milliy ruhi, milliy davlati, milliy madaniyati va muqaddas tarixidan faxrlanish urug'ini solgan yetuk bir pedagog idi. Yarmuhammed Tahir Tuğluq efendi yaramliq yangi avlodlarni yetishtirish uchun hammadan voz kechgan ana shunday fazilatlik, qobil o'qituvchi edi. Uning minglarcha o'quvchilari Sharqiy Turkistonda, hatto chet ellarda o'xshamagan sohalarda shon sharaf qushmoqda. Ustozi tomirlarga singdirgan milliy g'urur va faxrlanish tuyg'usining kuchidan qayerda bo'lmasin o'z xalqi va vataniga to'p qo'shmoqda.
Düşmanning Yar Muhammed Tahir To'g'liq apandiga qaratgan jazolari marhumning vafotidan keyinmi yana davom qilgan. Chunki 2017-yildagi cho'ng tutqun boshlangan mezgilining oldi keynida Yar Muhammed Tahir To'g'liq apandining 1988-yili tug'ilgan cho'ng o'g'li Bahrom bilan 1989-yili tug'ilgan kichik o'g'li Ehrom tutqun qilingan. Har xil cheklama besimlarga va har xil qismatlarga bosh egmay, Uyg'urga xos ustun g'urur bilan yashagan, qiyin sharoitlardami tirishib umrida 20 parchadan ortiq kitobni o'z xalqiga taqdim qila olgan bu azimat va vijdon va fazilat egisi deb ta'riflanayotgan yozuvchi, pedagog Yar Muhammed Tahir To'g'liqni Uyg'ur xalqi faxrlanish va sevgi bilan har vaqt eslaydi.